Kimlar saharli diabet, ya'ni qandli diabetga uchraydi va uni oldini olish usullari haqida sizlarga aytib beraman. Qandli diabet asosan irsiy moyillik sababli, ya'ni ota-onasida yoki yaqin qarindoshlarida qandli diabet bo'lgan bo'lsa, uchrash ehtimoli juda ham yuqori bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, noto'g'ri ovqatlanganda, ya'ni semizlik, kam harakat turmush tarzida ham qandli diabet ko'p uchrashi ilmiy isbotlangan. Davleniyasi doimiy yuqori yuradiganlarda qandli diabet uchrab turadi. 40 yoshdan keyin diabetga uchrash ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Ba'zan diabetni birinchi turi hattoki yosh bolalarda ham uchrashi mumkin. Bundan tashqari, stress faktori ham hozirgi kunda qandli diabetni keltirib chiqaruvchi eng asosiy omillardan biridir. Qandli diabetga uchramaslikni oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi bo'lib, xo'p, sizda irsiy moyillik bor, naslda bor deyishingiz mumkin. Lekin buni ham oldini olsa bo'ladi. Stressdan uzoqroq yuring. To'g'ri, buni aytish oson, lekin o'zingizni baribir ehtiyot qiling. Bundan tashqari, sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi qandli diabetga uchrashingiz ehtimolini juda ham maksimal darajada kamaytiradi. Semirmaslikka harakat qiling. Qondagi qand miqdorini doimiy nazorat qilib turing. Ayniqsa sizda irsiy moyillik bo'lsa, qon bosimingizni doimiy ravishda tekshirib, oshirmaslikka harakat qiling. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.